diasporadagi Uyg'ur jamoatiga NPO tashkilotlarini ko'paytib qurish haqida taklif. Mash'al Uyg'ur gruppasi 2019 yil 1-oyning 15-kuni. Jaza lagerlarining xalqaro oshkorlanishiga ergishib, Xitoy Kompartiya hukumatining mohiyatini tunib, da'vo sepi qetilayotgan Uyg'urlarning soni ko'paymoqda. Shuningga munosib holda da'vo sepini mustahkamlaydigan tashkilotlarmi ko'payishga boshladi. Ammo buning bilan birga har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatiga xizmat qila oladigan qurilishlari texi boshlanmagan holatda turmoqda. Əməliyyatda vətənnin ishga taqalgan vaqtdan tartib Uyg'urlikni saqlaydigan xizmat vətən sirtidagi Uyg'ur jamoatining eng muhim vazifasi bo'lib qoldi. Shu sababdan har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatiga xizmat qiladigan ularning uyushishi, o'rilishi, avlod tarbiyalashi va shuningdek kultur an'analarini saqlay olish uchun moddiy va ma'naviy jihatdan mulozimat qila oladigan qonunliq organ qurilishini elib berish navbatdagi jiddiy vazifalarning biri bo'lib qoldi. Dunyoning taraqqiyoti takshi bo'lmagan hozirgi vaqtda iqtisodiy va ideologiyalik farq sababidan har qaysi davlatlarning avom xalqqa ijtimoiy organ qurish to'g'risidagi qonuniy talablarimi o'xshamaydi. Shu sababdan biz bu yerda taraqqiy qilgan 7 davlatni qurish mumkinchiligi bo'lgan Uyg'ur jamoatining gullanishiga zo'r yordami bo'ladigan NPO deb ataladigan organni nuqtaliq tunishtiramiz. NPO degan so'z Non-Profit Organization degan inglizcha xatning qisqartirilmasi bo'lib, tapovatsiz tashkilot degan ma'noda. Ismida bildirib o'tgandek, bu xil organlar qurg'uchi va yoki a'zolarning iqtisodiy foydaga erishishini emas, balki jamiyatdagi ma'lum bir bo'lak kishilarning til, ma'rif, madaniyat va yoki boshqa insoniy huquqi degandek konkret ehtiyojlarga qarata muqim va sistemlik mulozimat qilishni maqsad qilib qurilgan bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, ma'lum usullar orqali jamiyatdan iqtisodiy yordamga erishib, uni yana mulozimat obyekti bo'lgan insonlarga ishlatganlik sababidan kirim hisoblanmaydi va shuning bilan birga boj kechirim qilinadi. Taraqqiy qilgan davlatlarda Uyg'ur tashkilotlar bor bo'lsa-mu, ammo ko'p qismi NPO tashkiloti emas. NPO tashkiloti qurish intayin muhim bo'lib, Uyg'urlikni saqlashning asosi bo'lgan Uyg'ur jamoatining yiltiz tortishi va gullanish uchun mohiyatli xizmatlarni elib borg'il bo'ladi. Buni 3 nuqtadan tushuntiramiz. Oldi bilan iqtisodiy manfaatdan chiqish qilganda NPO Uyg'ur jamoati va shuningga munosib holda Uyg'ur da'vosi ehtiyojliq iqtisodiy masalani hal qiladigan muhim qonunliq organ hisoblanadi. NPO qonunliq organ bo'lishi bilan iona to'plash va boshqa usul bilan jamiyatdan iqtisod yig'a oladi va bu yerda yig'adigan iqtisodning cheki bo'lmaydi. Hukumatning qonun doirasidan chiqib ketmagan har qanday NPO tashkilotlarining harakatiga cheklama qo'yilmaydi. Faqat NPOning faoliyati bo'libmi iqtisodiy hisoboti hukumatga aniq bildiriladi. Bu orqali hukumat NPO tashkilotlarining kirimini tashkilot qurish maqsadiga uyg'un ishlatyapti yo'q, aniq uchurga ega bo'lib turdi va shuningdek boj kechirishni davomlashtirdi. Ikkinchi jihatdan aytganda, Uyg'ur da'vosining kuchsiz bo'lishining eng muhim sabablarining biri har qaysi davlatlarda jamoat bo'lib shakllanmaganlikdan bo'lmoqda. Jamoat bo'lib uyush deganlik hargizmi to'y-to'kin, nazirchiroq va dala kavob sayillarida
bir yerga toplansılar hesap deganlik emas. Uyg'urlikning asosi bo'lgan Uyg'ur tili va kulturini keyingi avlodlarga varislik qildirish uchun muqim mulk hisobida maktab va faoliyat zallari bo'lishi, o'zaro yordam qilishdan boshqa eng muhimi o'zlari yerlashgan zamindagi jamiyatdan bevosita yordam ola oladigan va qila oladigan sistema qurilmasi bo'lishi kerak. Shularga ega bo'lish uchun yanala birinchi shart bo'lgan iqtisod bo'lish kerak. Yillardan beri taraqqiy qilgan davlatlarda yashapmi, Uyg'ur tashkilotlari Uyg'ur jamoatidan iyoni yig'ish bilan ishlarni hal qilib kelmoqda. Amaliyotda taraqqiy qilgan davlatlardagi qonun hukumatni emas, millioner fuqarolarni to'plagan iqtisodiy boylikni jamiyatga qayta taqsim qilishga majbur qiladi. Buning sababi, masalan, Amerikada fuqarolar bajni Krimga qarab to'laydigan bo'lib, Krimi qancha yuqori bo'lsa, to'laydigan bajmo yuqori bo'ladi. Buning ichida yiqqan boylikni keyingi avlodlarga qoldirsimi, nihoyat ig'ir miros beji to'laydi. Ammo fuqarolar o'z oldiga fond qurib va yoki bevosita jamiyatdagi organlarga xayr-saxovat ishlari uchun pul iyoni qilsa, iyoni qilgan puldan baj topshirmayli qolmasdan qolgan kirimlardan elingan baj ma'lum darajada tuvallaydi. Shu sababdan shuncha boylikni baj qilib topshirgandan saxovat ishlariga atash orqali nom shuhratga erishish Amerika jamiyatida odatga aylangan. Masalan, Microsoft shirkatining qurg'uvchisi Bill Gates ayoli bilan o'zining nomida qurgan Bill va Melinda fondiga tunji qitimdala 20 milliard dollar iyon qilgan va bu fond orqali bo'libmi Afrikadagi nomrod rayonlardagi AIDS kasalini kontrol qilish, sayya ishlarini ilgari surishga qatnashayotgan har xil cho'ng kichik organlarni iqtisod bilan ta'minlamoqda. Qonun tuzilma sababidan Amerikada mushuninga o'xshash darajadan tashqari boylardan tortib, o'tir hol oilalargacha saxovat ishlariga iqtisodini sarf qilish umumlashganligi sababidan jamiyatda har yili zo'r miqdorda iyoni sommasi eqib turdi. Amerika har xil irq va millatlar o'z oldiga cho'ng kichik jamoat, ya'ni community bo'lib, o'z jamoatining gullanishi va zo'riyish uchun NPO tashkilotlari qurish orqali mushu pullardan unumlik foydalanib kelmoqda. Uchinchi jihatdan NPO ma'lum kishilar to'pini butun jamiyat bilan bog'lab turadigan bo'lib, masalan, Uyg'ur jamoati NPO jamiyatlarini ko'znak o'rnida foydalanib, o'z masalalarini butun ijtimoiy jamiyat bilan o'rtoqlasha oladi. Uyg'urlar buningdan qanday foydalandi? Masalan, Amerikaning har qaysi joylarida yerlik hukumatning maxsus xos kulturlarni saqlash va taraqqiy qilishiga ajratilgan maxsus xomchoti bor bo'lib, agar shu yerda turishliq Uyg'urlar NPOdan birini qurib, o'zlari turishliq rayondagi Uyg'ur jamoatining o'z til va madaniy meroslarini saqlash va avlod tarbiyalash orqali uni varislik qildirish, shu orqali bu xos kulturni saqlab qilish plani borligini, masalan, maktab qurishdek konkret planlar bilan aloqador tarmoqlarga yo'llab, bu xomchotning yordamiga erisha oladi. NPO tashkilotlarining ortiqchiligi shuki, hamma ishlar kasblashib ketgan Amerika jamiyatida saxovat shaxslarga emas, qonunli qurilgan muntazam tashkilot va bo'libmi qonun sababidan iyoni pullarini qalaymaqan ishiltalmaydigan NPO organlarga ko'proq ketib qoladi. Xizmatini izchil davomlashtirish va natijasi izchil bo'lish orqali
innovatini izchil yuqoriltib, xuddi qarni domilatqandek jamiyatdan keladigan xayr-saxovat sommasini ko'paytib mang'ili bo'ladi. Taraqqiy qilgan davlatlardagi Uyg'urlarning NPO organlari o'zaro aloqasini kuchaytirib, Uyg'urlikni kuchlantiradigan kuchlik bir to'rni shakllantira oladi. Uyg'ur jamoati kuchlansa, u tabiiy holda da'voning kuchlanishiga sharoit hozirlay oladi. Diasporadagi Uyg'ur jamoatining masalasi vaqtliq masala emas bo'lib, masalan, vatan mustaqil bo'lgan holatdami zo'r bir qism Uyg'urlar yanada vatan sirtida jamoat bo'lib qoladiganligi jamiyat shunoslarning tekshirishlardan ma'lum. Shu sababdan muntazam jamoat bo'lib uyushishi va gullanishi uchun amal bor tapovatsiz tashkilot bo'lgan NPO qurishga tirishish kerak. Tapovatsiz tashkilot qurish odatdagi ijtimoiy organ qurishga qaraganda qonun jihatdan boshqurish ching bo'lsa-mu, bu chinglik faqatla ma'lum shaxslarning NPO nomida organ qurib, iqtisodni o'z yanchiqiga silishni nazorat qilishni maqsad qilgan. Amerikada tapovatsiz tashkilotning boshqurish hay'ati oz deganda 3 dan, a'zolari 15 dan yuqori bo'lishi shart qilinadi. Bundaq konkurs tuzumlar har davlatda o'xshamaydigan bo'lib, masalan, Yaponiyada a'zo soni 10 dan yuqori bo'lish talab qilindi. Tapovatsiz tashkilot tizimga oldiribla tapovatsiz tashkilot xarakterini ololmaydi. Az deganda tunji 6 oylik xizmatini hukumatga yo'llab, xizmat xulosasidan hukumatga o'zlarining xizmat xarakterini isbotlaganda, hukumat ondan rasmiy tapovatsiz tashkilot deb e'tirof qiladi va shuningdan keyin rasmiy ish boshlay oladi. Bunchalik vaqt ketsa-mu, ammo shuningga tayinib jamiyat ehtiyojliq bo'lgan iqtisodni Uyg'urlar bir-biridan tilab olmay, bevosita hukumatga va saxovat sommasiga to'yinib turgan jamiyatdan yig'ishga yo'l ochiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda tapovatsiz tashkilotdan boshqa xarakterdagi tashkilotlarmi mavjud. Masalan, NGO degan hukumatsiz tashkilot, ya'ni non-government organization mavjud bo'lib, bu yerdagi hukumatsizlikning ma'nosi bo'lsa, o'zi turishliq yoki ish bajarayotgan davlatning hukumatining boshqarishidan mustasno mustaqil organ degan ma'noda. Odatda NGO organlarining ko'lami NPO organlaridan cho'ng bo'lib, masalan, Xalqaro Qizil Kirist jamiyati, Xalqaro Kechirim tashkiloti qatorliqlar buningga misol bo'la oladi. Bu xildagi tashkilot qurish Uyg'urlarning vaziyatiga uyg'un bo'lmaganlik uchun hozirgi vaqtda har qaysi davlatlarda Sharq Turkiston va Uyg'ur kalimasi bilan qurilgan yerlik tashkilotlar amal bor qonuniy shart-sharoitini yetildirib, bu tashkilotlarni NPO qilib qurib chiqish kerak. Tugidi.